Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Li7 Ultra. Bu mashinaga qilib bergan ishlarimiz chexol rulga, nakitkani esa alkantarali. Original Li7niki. Xo'p, polikli, kojani polikli qilib berdik. Bo'tgan xuddi shu full komplekt. Keyin 4 tishiga podsvetkalar urib berdik. Hop, o'tgan xuddi shu full komplekt nakitkalari. Качество четкий. Xuddi shu bagajga ham xuddi shu full komplekt urib berganmiz. Bundan tashqari nakladka poroglarga qirib tashlamasligi uchun originallaridan. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib, bemalol arzon narxlarda qilib beramiz.